Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun men sizlar bilan yana bir bor O'zAirn kanali. Bugun sizlarga yaxshi prek asosida pul ishlashni eslatib o'tmoqchimiz. Qani unda biz boshladik. Proyektimiz nomi Free Bitcoin App deb nomlanadi do'stlar. Bu programmadan biz bitcoinlarni, ya'ni kichik summadagi bo'lgan satoshilarni ishlashimiz mumkin bo'ladi. O'tgan safargi videolarimizga aytib o'tgandek, buni Litecoin ko'rinishidagini va Bitcoin Cash ko'rinishidagi va programmalarda ishlab ko'rgan edik. Hozir sizlarga yangi bo'lgan, hali yangi ishlab chiqarilgan Free Bitcoin App programmasini tanishtirib o'tmoqchiman do'stlar. Bu programmadan ro'yxatdan o'tish juda oson. Faqat email manzilingizni kiritasiz, xolos bo'ldi. Bu programmaning ichiga register deb yozib qo'yibdi. O'shaning ustiga bosib emailingizni tasdiqlaysiz. Bu yerda chiqarib olish minimum summa 10,000 satoshini tashkil etadi. Va bu yerda ruchnoy tashlanadi. Bu avtomatik tayyorlanmaydi. Hali bu yangi bo'lgani uchun buni hali obnovleniylar kelgan paytda ko'tarilib, programma takomillashib boraveradi. Shunday bo'lsa-da, birinchi variantini sizlarga taqdim etaman do'stlar. Bu yerda ikkita reklama bo'limi mavjud va bitta bajarish mumkin. Hozirgi kunda bu narsalar bittadan boshlandi. Ya'ni Claim Now bo'limiga kirasiz va ikkita nimasiga o'zining programmalarini reklama qiladi. Hamma Bitcoin, Free Bitcoin, Free Litecoin va Free Bitcoin Cash programmasi Bitcoin Alliance kompaniyasiga tegishli va hozirgi kunda bular 100% holatda pul berishyapti. Ya'ni valyutalar, kriptovalyutalar hisobidan 100% pul to'lashmoqda. Endi sizlarga bundan qanday foydalanishni ko'rsatib o'tsam, mana yerda Claim Now degan bo'lim mavjud. Mana shundan 3 ta bo'lim mavjud. Bizga Crazy, ya'ni sehrgarli bo'limi kerak bo'ladi. Nima uchun? Qolgan bo'limlarda kichik summa bo'ladi va bu yerda kattaroq summada pul qo'yishimiz mumkin va bizlarga mana shunday narsalar beradi. Va biza video ko'rishimiz kerak bo'ladi. Biza video ko'rganimiz uchun bizlarga pul nimasini ajratadi. Va o'zini reklamasini ham jo'natadi. Hozirgi kunda 30 sekund davomida biz buni reklamasini ko'rishimiz kerak. Mana vaqt ketdi do'stlar. Shu vaqt tugaguncha biz buni programmasini, reklamasini ko'rib turgan bo'lishimiz kerak va bizlarga yana aylantirish imkonini beradi. Bu yerda aylanish imkoni 3 tadan iborat. Endi qolgan programmalarga kelsak, juda ko'p aylantirish imkoni beradi va ko'pgina o'yinlar mavjud. Bu programma hali endi yangi bo'lgani uchun albatta bularga yana qo'shimchalar kiritiladi. Va takomillashib borgan sari qolgan programmalarga o'xshab bunga ham kichik bo'limlar va boshqa programmalar qo'shiladi. Va bu programma Bitcoinda to'laydi. Hozirgi kunda 3 xil varianti bor. Bitcoin Cash, Litecoin va hozirgi kunda mana shu yangi Bitcoinda ham to'laydi va bu programmada kichik summalar ko'rsatilgan. Albatta bu o'yinni o'ynab boraversangiz, shu summalar soni ko'payib boraveradi. Ya'ni katakchadagi 1 sonlari 10 oxir boravergandan keyin 100 mingga ham ko'tarilib ketaveradi. Ya'ni shu miqdordagi satoshilarni sizlarga taqdim etadi. Mana do'stlar, aylantirish bor. Bizga big degan narsa tushsa, bizga katta mukofot tushiriladi. Yo'q, tushmadi.
Mana do'stlar, bizning imkoniyatimiz tugadi. Afsuski biz 1 satoshiga ega bo'ldik. Bu juda kam summa bo'lishidan qat'iy nazar, buni o'yinni o'ynab borgan saringiz bu sonlar ham ko'payadi. SXM bo'yicha o'ynayverasiz va sizlarga mana chap bo'limdagi tepa qanotda 11 satoshi to'plangan. Bu yerda TL berish ruchno, ya'ni email nimangizga xat jo'natadi va shu xat davomida siz manzilni kiritsangiz sizga TL berishadi. Va bu narsani ham takomillashtiradi degan umiddaman. Hali bu birinchi nimasi, programmasi Bitcoinda ishlaydigan. Albatta, video programmaning silkasi albatta opsiyonada bo'ladi. Bemalol kirib, o'zi yuklab, sizlarga tayyor holatda beradi. Bugungi videomiz sizlarga qandaydir manzur keldi deb o'ylayman. Albatta, bu programmani ham ishlatib ko'ring. Qolgan programmalarga o'xshab bu ham 100% holatda pul to'laydi. Albatta, bundan ishlab ko'rgan satoshilarimizdan chiqarib olish hali videolarni ham qilamiz. Albatta, bu hafta ham videorolik chiqaramiz. Bugungi videomiz uchun albatta like bosishni unutmanglar. Kimgadir yoqqan bo'lsa, boshqalarga ham ulashishni unutmang. Va ma'lum bir sabablarga ko'ra savollaringiz tug'ilib qolsa, albatta kommentariyada yozib qo'ying. Xayr va sog' omon bo'ling.